Ular nimani kutayotganini ayting. G'arbiy Osiyo imperiyasining yangi qiroli, shon sharafning oliy rabbisi, Ular nimani ko'rishyapti? ulug'vor qit'adagi eng mukammal malika, Xudoning huzuridagi eng qudratli mavjudot. Xo'sh, unda ular nimaga ro'baro kelishdi? Yangi davr, yangi malika bilan boshlanadi. Abadiy olovning abadiy sho'xligi. G'arbiy Osiyodagi sevimli odamlar. Bu ma'bud qirolligining boshlanish nuqtasi bo'ladi va men sizlarni malikangizman. Sizlarni farovonligingiz uchun hamma narsaga tayyorman. Men har doim abadiy sizlarga sodiq bo'laman. Yashasin malika! Yashasin malika! Yashasin malika! Yashasin malika! Mana shu vaziyatni film boshlaganimdan beri ko'rmoqchi edim va nihoyat keldi mana o'sha vaqt, qizni o'ldiradigan vaqt. Iraksi, siz o'lmadingizmi? U haqiqatdan ham ajoyib inson. Ammo bilasanmi? Necha marta bo'lmasin, men baribir barchangizni o'ldirishni tanlayman. Men boshida sizni qutqardim. Nega faqat men yaxshilik qilishim kerak? Hozir adashmayapman. Qilayotgan barcha ishim kelajagim uchun. Kelajak. Kelin judayam chiroyli, judayam baxtli juftlik. Bu dunyodagi eng yaxshi to'y. Qanday ajoyib juftliklar. Tabriklaymiz. To'y muborak bo'lsin. Sizlarga baxtli hayot tilaymiz. Sizda allaqachon eng yaxshi kelajak bor. Lekin sen buni o'zing yo'q qilding.